Demek hamma salom do'stlar, bugun sizlar bilan yana men demak do'stlar, men bundan oldingi videoga aytgandim. Nikingiz yozib qoldiring, men albatta qo'shib qo'yaman, birgalikda o'ynaymiz dedim. Va men vatanimni bittasi yozyapti, demak bugun uni qo'shib qo'yamiz. Mustafa 38 mi? 18 midi? Hozir ko'raylik. To'xtagan. Chiqsa biz 18. Mustafa 18 mi diyor? Men birinchisi deb shuncha Mustafa bor ekan. Hopdi. Mustafa'ga men eshittirgan bo'lsangiz, siz qaysi birisiz beri Mustafa'lar juda ko'p ekan. Demak do'stlar, endi videomi shu bilan tugatmaymiz. Albatta nikingiz yozib qoldiringizlarni ham qo'shib qo'yaman. Demak do'stlar, bugun sizlar bilan avatarimizni o'zgartiramiz. Mana avatarim. Demak, mana poyistga kiramiz. Oldin ko'rsatuvdim. Demak, free. Mana tayga faqat free yozilganlarni ko'ra olasizlar. Yoza olasizlar va mana kiyim tanlamoqchiman men. Xo'sh, qanday? Biladimi? Kommentarda yozib beringlar. Shunday qilmoqchiman avatarimni. Davomda. Endi buni yarashmasa kerak menga. Tushunmaydi bu. Normalnisidan qo'yaman. Mana bu 100% bo'lmaydi do'stlar, lekin. Yuklanib tursa biz boshqasini ko'rib turamiz. Bu 100% bo'lmaydi bu. Mana buni qo'yaman men. Mana buni qo'yaman. Shuni qo'ymoqchiman. Xo'sh, sizlar qanday fikringiz? Bo'ldi, men zo'r qo'ya keldi. Mana uni olib tashlaymiz. Kerak emas. Demak, avatarlarga kiramiz. Bular pulli. Aytamiz. Demak do'stlar, bugun sizlarga avatarimizni qanday qilib bo'yini katta, kichik qilishni o'rgataman. Yo'q. Demak, o'rgataman. Demak do'stlar, bundan oldin biz avatarimizni chiroyliroq qila olamiz. Mana bu yerda demak, kepkani olib tashlaymiz, qanotni buni olib ketamiz, buni olib tashlaymiz. Bu ham kerak, mana bu ham kerak emas bizga. Davatachi pullik. Demak, endi biz buni o'zgartiramiz. Demak, mana böyle oldik. Oddiy avatar berdik. Endi biz buni boshqacharoq qilamiz va bezatgandan so'ng, free. Bezatgandan so'ng buni qanday qilib kichik qilishni o'rgataman. Va do'stlar, mana yoqsamdi avatarim. Zombi. Nima shlyapa qo'ysam? Oldingi xonaga qaytdik. Zombi ham zo'r. Qo'yib ko'raman. Demak do'stlar, biz buni o'zgartirib shlyapa qo'yamiz. Kiyimimga mos.
kerak emas. Dietskiy bo'lmaylik dorim do'stlar. Demak, bir soch turkumlari bor, sochlar bor ekan. Mana buni qo'yaman. Ne free qilib saqlab olamiz. Mana ay, ismi shu mana avatar o'yinini olsak bo'ladi. Demak, yandagi o'sha zombini olamiz. Mana yigitcha olsam yaxshimi do'stlar, kimdir o'zib boringlar. Yo, mana zombinimi? Shu zombi normalli. Demak, yukla demak saqlab olamiz chunki bu juda tekkan. Bepul. Demak, saqlab oldik. O'zlarimizda. Endi demak do'stlar, mana bu yerga qarasangiz, avataringizning pastiga mana bunday belgi chiqadi. Mana belgi chiqadi va o'sha ustiga bosamiz. Va mana yerda Arrangement, Body Shape, Clone Layering, McLean Color degan yozuvlar chiqadi. Biz bundan Body Shape'ni bosamiz. Va mana yerdan o'zgartirsak bo'ladi. Demak, birinchisi bu bo'yimiz. Mana. Masalan, mana shu bo'yimiz eng kattasi turibdi. Bunday qilamiz. Buni kaldasin katta, kichik saybilar. Shuna qilasiga tasavvurlab bunga esa bu hozir yaxshi turibdi bu. Mana bunday o'zgartirsak bo'ladi buni. Boshini. Hammasi bir xil endi bu. Kerak emas. Demak, mana shunday qilib o'zgartiramiz. Endi mana shunga kiramiz. Va mana yerdan shlapacha rasmi bor. Shlapachani ustiga bosgan, lekin mera kiyimimiz yo'q. Hech bo'lmasa bunga qo'shmaymiz. Ana yerda kiyimlar. Kiyimimiz ham yo'q, hozir bu kerak emas. Bu o'sha normalniy turibdi. Demak, shunday qilib o'zgartirsak bo'ladi. Avatarimizda endi buni saqlashimiz uchun chiqib qaytadan domaga kiramiz. Mana yerdan o'sha saqlagan avatarimizni yuklaymiz. Hop, mana yerdan bunday qilib o'zini ham qo'ysak bo'ladi. Bizga kerak emas. Mana. Kichigini kattaroq qilamiz hozir avatar. Uzr. Avatarda o'z kattaroq qilamiz. Gavdaliroq qilamiz. Mana avatarimizni katta qila oldik. Do'stlar, mana bizning avatarimiz taq mana bu yerga chiqib turibdi. Demak, mana buni bosib qo'yamiz. Tamam, bizning avatarimiz taq do'stlar. Mana. Bu bizning avatar do'stlar. Endi chiqamiz. Bironta o'yinga kiramiz. Masalan, klavishlarga kiraylik. O'sha zombi aylandik do'stlar. Demak, bu sizlarga qanday qilib kiyim olishni o'rgatdim. Endi bu katta, kichikni ham o'rgatdim. Agar bundan da qiziq videolar kerak bo'lsa, kanalimga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar do'stlar. Iltimos. Shunday